BYD laqabli Damas mashinasini ko'rishga tayyormisiz? Unda biz obzorni boshlaymiz. Bilsangiz, mashinani navarotini reklama qiladiganlarning ko'pchiligi narxini aytishga duxi yetmaydi. Bizaga farqi yo'q. Narxi davlat siri emas, bemalol aytaveramiz. Faqat mehnat uchun, tog'ajon, iltimos, mehnat uchun bir dona laykni bosib, videoni yaqin do'stlaringizga yuborib qo'ysangiz bo'ldi. Ushbu mashinaga hamma narsa o'zimizdan, mehnat haqlari bilan bo'lgan xarajati 15 million so'm bo'lgan. 15 millionga nima ishlar qilganimizni bitta ko'rsatib ketaman. Mashinani tashqarisidan boshlaydigan bo'lsak, old oblisovkasini, RS oblisovkani qo'yib berganmiz. Chiroqchalik, pоворotniklik o'sha oynani qo'yib berganmiz tepadagi bolachasi bilan. Cherry fason parog zinani qo'yib berganmiz. Hamda orqasiga Lexus Design bamferini qo'yib berganmiz. Undan tashqari mashinamiz full variantda shuma izolyatsiya bo'lgan. Eshiklari, pol qismi, torpedkasi hamma joyini shumka qilib berganmiz. Saloniga keladigan bo'lsak, salonimiz, xo'p, eshik afishkalarimiz bitta endi dizaynni tomosha qiling. Tog'ajon, nima deyapti bu? Qora hamda lakoste rang bilan shu dizayni bor-ku, yondirib tashab, udaridan qilib qo'yganmiz. Tomosha qiling. Qanaqa video chiqqan bu? O'rta eshiklarni ham ko'rasizmi? Bu ishni sifati bo'ladi, tog'ajon. Xo'p, eshik afishkalarini qilib berganmiz. Torpedkasi o'sha BYD torpedka. Yonishlariga nechi buni tog'ajon? Kechqurunga vidni shunaqa beradi. Ishoning, Damas deb o'ylamaysizlar buni. Xo'p, Diamond monitordan qo'yib berganmiz. Diamond 3 ta kameralik video registrator qo'yib berganmiz. Undan tashqari mashinamiz steklopodiyomnikni qo'yib berganmiz. Hop, Malibu bar originali Premier richaglari bilan, signallari bilan qo'yib berganmiz buni ham. Hop, tepasiga Cosmos bar 718 original kolonka bilan buni ham ustanovka qilib berganmiz. Undan tashqari, hop, linoleum qilib berganmiz. Linoleumlarni qilib berganmiz, to'g'ri. Sidenani orqasi bilan yopib berganmiz, chiroyli qilib. Sidenasi bor-ku, vashi boshqacha chiqdi-da. Bu Damasning sidenasiga umuman o'xshamaydi-da. Bu ana u Gentra machalka, yana bir machalkalar bor-ku, Luboyni damini beradi. Maksimal komfort bo'ldi. Bunaqa sidenani Damasga uncha-munchada ko'rmaysizda. Bu qo'l mehnati bo'ladi, o'zim. Hop. Katalogni ko'rasizmi? Mehrini berganmiz, chiroyli qilib. Stoykalari ham to'liq bo'lgan. Ochiq joy umuman qolmagan stoykalarda ham. Mashinamizga 4 ta eshik sentr zamok qilinib, pultan qo'yib berganmiz. Shu ishlarni hammasini qilib berganmiz. Adresimizga keladigan bo'lsak, adresimiz shu bolalar musiqa maktabining ro'parasida joylashgan. Ko'prikning yonida joylashgan. Bemalol kelaverasizlar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, qo'ldan kelgancha chiroyli qilib, mehr bilan qilib berishga harakat qilamiz. Sog' bo'ling.